oxirgi paytlar juda ham ko'p eshityapman. Aka siz zo'rsiz, proyektlaringiz zo'r programmistsiz, Yevropada yurasiz. Xullas zo'rsiz degan gaplar eshitaman. Hattoki uyimdagilar ham, onam aytadi, bolam, men bu odam bilan gaplashib qo'y, bolasini ITga bermoqchi ekan, senga havas qilibdi deydi. Lekin menda afsuski sindrom samozvanца degan sindrom bor. Bu narsa o'zbekchasiga firibgarlik sindromi deydi. Bu narsa juda ham ko'pchilikda bor. Bu narsa odam o'ziga o'zi shubha bilan qaraydi. Ya'ni o'ylaydiki, nimadir erishgan bo'lsa, hamma erishganligi uni aqli bilan emas, uni qanaqadir xitri yo'llar qilgani bilan, firibgarlik qilgani bilan erishgan deb o'ziga o'zi miyasiga quyib oladi. Bu narsani oqibatida dam olishga borsam, dam olgan deb bo'lmayman. Har doim shu yerimda nimadir qolib ketadi. Yoki hozir mana uyga boraman. Обязательно kompyuter yoqib nimadir qilishim kerak-da. Bo'lmasa o'ylaymanki, bu ishxonamdagilar bilib qoladi. Hech narsani bilmasligimni va ishdan haydab yuboradi deb o'ylayman. Lekin shu ishxonada 3 yildan beri ishlayman. Tasavvur qilishinglar uchun 3 yildan beri ishlab, hozir senior tech lead darajasiga chiqqanman. Bu narsa juda yomon narsa. Menimcha sizlarda ham bo'lsa kerak bu narsa. Agar bo'lsa kommentariy yozinglar. Bu narsani ustida ishlayapman. Xudo xolisa bu narsani yo'qotib tashlayman. Lekin gapning oxirgisi, shu narsa bo'lmaganda agar meni fikrimcha Yevropaga kelmagan bo'lar edim. Men o'zim shu qishlog'imda o'zimga yetarli bo'lardi shu bilan yashab yuraverardim. Shuning uchun ham bu narsaning plyus tarafi ham bor men uchun.